Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Postda yozib o'tgandek kanalda hop biz bugun upskill qilish haqida sun'iy intellekt yordamida rasm sifatini 4K gacha oshirish haqida gaplashamiz. Xo'p, Nano Bananada shunaqa prompt borligini aytdim. Undan oldin men doim o'zim foydalanadigan, ko'pchilik tavsiya qiladigan bitta veb-saytda aytib o'taman. Bu Leonardo AI. Oldin ham kanalimda ko'p marta yozganman. Bu Leonardo AI qanaqa platforma desanglar, bunda hop rasm generatsiya qilishingiz mumkin, video generatsiya qilishingiz mumkin. Hop, xuddi Flip Expressga o'xshagan Flowlar bilan ishlashingiz mumkin va upskill qilishingiz mumkin. Men odatda o'sha Leonardo AI dan upskill qilish uchun juda ham ko'p foydalanaman. Buni bitta misol qilib ko'rsataman. Faqat foydalanganda ham bunda ba'zi nastroykalar bor. Buni tushuna olishimiz kerak. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p. Masalan, past sifatli mana rasmimizni yukladik. Hozir ko'ramiz. Mana sifati anchagina past. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Hop. Ko'ramiz mana sifati ancha past. Hozir buni qanaqa qilib yaxshi darajaga olib chiqish, masalan 4K sifatli qilib, o'sha 4K ga olib chiqayotganda qanaqa nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bitta gaplashib o'tamiz. Xo'p. Endi bizda rasmni yuklaganimizda o'z Leonardoda ro'yxatdan o'tganimizda bizga har kuni 150 tadan tanga beradi mana. Fast token deydi buni, 150 tadan. Bu yoqda ko'rsak nastroykalar bor. Mana ultraga o'tib ketmasligimiz kerak, chunki bu pulli. O'zi upskill qilishga ham anaqa qilmaydi, ruxsat bermaydi. Legacy'ga o'tishimiz kerak edi. Bu yoqda ko'rsanglar, mana bunaqa slayderlar bor. Masalan, 1 dan 10 gacha. Bu qanaqa ishlaydi desanglar, creativity strength bu upskill qilganda qo'shimcha detal qo'shish yoki originalni o'zini upskill qilish degan ma'noni anglatadi. Odatda odamlarni upskill qilganimizda, ya'ni subyektlarni upskill qilganimizda buni 3 yoki 4 ga tushirib qo'yganimiz yaxshi. Bu o'sha yuz qiyofalarni yaxshi saqlab qoladi. Hozir bu namunasini ko'ramiz. Xo'p. Birinchi namuna bu o'sha upscalerda creativity 3 ga qo'yilgan holati bu. Buni ko'rsanglar, darajasi ancha yaxshi, detalizatsiyalari ham yaxshi. Mana yuzning teksturasi, kiyimning teksturasi, mana soqollarni har bitta tolalarni yaxshi chiqarib bergan. Bu yoqda before afterni ko'radigan bo'lsak, oldin keyingisini. Endi ozroq mana ajinlarida ishlab bergan, lekin umuman olganda natija yaxshi. Bu o'sha mana nastroykadan 3 ga qo'yilgan holati. Endi buni agar biz 7 ga yoki 6 ga qo'yadigan bo'lsak, qanaqa natija olamiz? Bu yoqda o'sha natijani ko'rishingiz mumkin. Mana. Bu yoqda bu juda ham o'sha teksturaga juda ham ko'p ishlov berib yuboradi-da, bizga kerak bo'lmagan anaqalarni ham qo'shib yuboradi. Xo'p, nima deydi? Kerak bo'lmagan detallarni ham qo'shib yuboradi. Yana bitta anaqasi, masalan, o'zbeklarni generatsiya qilib o'sha agar nastroykasi 7 yoki 6 da qolib ketgan bo'lsa, ko'zini ko'kartirib yuboradi. O'sha juda generatsiyadan keyin xunuk ko'rinib qoladi. Masalan, ko'zini joylashuvlarini ko'radigan bo'lsak ham o'zgartirib yuborgan. Keyin mana soqollarni juda ham nima deydi, qoshlar, soqol, sochlar bilan juda ham yaxshi ishlaydi. Xo'p, lekin o'sha slayderni qancha ko'p ko'taradigan bo'lsa, shuncha rasmimizda asl holatdan chiqarib yuboradi. Xo'p, endi o'zi slayder bo'lganiga yarasha, masalan 5-6 lar qachon yaxshi ishlaydi desanglar, bu qanaqadir obyektlar, masalan subyekt emasda, odam emasda, qanaqadir obyekt bo'ladigan bo'lsa, bunda masalan mana 6 da qilingan anaqasini sifatini ancha yaxshilab, qo'shimcha detal qo'shganda ham chegaradan chiqib ketmasdan yaxshi upskill qilib beradi. Bu o'sha aytganimdek tekin upscalerlarning bitta varianti bu. Endi biz o'sha kanalda yozgandek Nano Bananaga o'tamiz. Buni Flipikda ko'rsatib beraman, lekin sizlar bemalol promptdan foydalanib Gemini'ni o'zida ham qilsanglar bo'ladi. Xo'p, masalan space deydi. Hop. Hozirroq kutamiz. Xo'p, mana. Bu yoqda promptimiz bor. Promptni YouTube, hozir video YouTube'ga joylayman, YouTube izohida ham qoldiraman. Bundan tashqari kanal izohida ham topishinglar mumkin. Buni kanalga joylab qo'yaman. Bu yoqda namunalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha bazaviy rasmimiz. Sifatini ko'rsanglar anchagina past, jiddiy past. Buni Pinterestda olganman o'zim. Keyin upscale qilish uchun, o'sha demonstratsiya ko'rsatish uchun bu yoqda o'sha generatsiya qilib ko'rganmiz.
Endi buni natijasini ko'radigan bo'lsak, natija ancha yaxshi. Faqat bitta muammosi bor. 4K upscale qilgani uchun mana yuzdagi detallarni anchagina yo'qotib yuboradi, yuvib yuboradi. Yana bitta muammosi, odatda soqol yoki mo'ylov bilan ishlaganda salgina soxtaroq ko'rinib qoladi, xuddi ana manekenga o'xshagan bo'lib. Lekin umumiy olib qaraganda, masalan, dizaynlar uchun, masalan, postlar uchun, coverlar uchun bu juda ham yaxshi ishlaydigan instrument. Xo'p, undan keyin bu yoqda ko'radigan bo'lsak, ikkinchi namunada ham xuddi shunaqa o'ta past anaqasi resolusioni. Natijani ko'radigan bo'lsak, natija ham bu yoqda anchagina yaxshi. O'sha dastlabkisiga qaraganda anchagina yaxshi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa, masalan, mana buni ko'radigan bo'lsak, anchagina o'zi umuman shuvalib ketgan. Bu yoqda anaqa yo'q, data yo'qolib ketgan. Mana buni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda anchagina yaxshi natijasi. O'zi FreePic Space ishlatadiganlarda, o'zi umuman FreePic AI ishlatadiganlarda upscale qilganda, xo'p, 170 ta token oladi bizdan. Men asosiy tokenlarim o'sha upscale ketib qolgani uchun buni promptda rosa qidirganman, keyin topib, uni yana qayta ishlab berib o'zimga moslab oldim. Keyingi safar upscale qilganda men buni masalan Gemini'da qiladigan bo'lsam 75 ta tokenga qilsam bo'ladi. Endi 170 ta emassa, o'shani teng yarmini ishlataman yoki menda yillik bo'lgani uchun buni cheksiz ishlatishim mumkin. Endi men upscale'ga hech qancha token sarflamayman. Bu o'sha bir tarafdan qaysidir ma'noda monetizatsiya desam bo'ladi. Ya'ni siz uni o'sha prompt engineeringni o'rganib chiqdingiz, buni o'zingizga kerakli sohada ishlatdingiz, siz qanchadir miqdorda o'sha tokenlaringizni saqlab qoldingiz. Bu token hammasi sizga pul turardi. Siz tasavvur qiling, masalan $5 masalan haftada $5 saqlab qolasiz. Xuddi shunaqa. Bu aynan sizga yaxshigina o'sha xarajatingizni saqlab qoladigan instrument desam bo'ladi. Xo'p. Endi bu yoqda prompt ko'radigan bo'lsak, prompt o'sha upscale the image 4K resolution degan, ya'ni o'sha 4K gacha oshirib bergan. O'sha aynan exact face degani o'sha aynan yuzni ifodalagan, keyin o'sha identikani saqlab qolgan, proporsiyalarni saqlab qolgan, yorug'lik va original o'sha rasmda nima bo'lsa hammasini saqlab qolgan. Skin tonlar, ya'ni teri ranglari, orqa fon va o'sha kiyimlarni hammasini original holatda saqlab qolgan degan. Keyin oxirida o'sha negativ prompti bor. Bu o'sha prompt engineeringda o'sha ko'p aytiladi. Oxirida negativ prompt qo'shgan, shtob oxirgi natijani bitta qayta analiz qilib bersin degan. Bunda no stylization degani, ya'ni qo'shimcha stil qo'shib tashlamagan, no smoothing degani ko'p tekstlar yormagin degan. Keyin no retouching degani o'sha ko'p retushovka qilib tashlamagan degan joylari bor. Yoki alternation to subject degani, masalan, men odamga boshqa alternativ odam bo'lsa, uni qo'yib yormagan, uni o'sha originalni saqlab qolgan degan nastroykalar bor aynan o'sha prompt ichida. Xo'p, shu bilan umumiy anaqamiz videoni maqsadi o'sha upscale'larni tushuntirish edi. Yangi promptda sizda o'sha sinalgan holatini ko'rsatish edi. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, hozir YouTube'ga qo'yaman, like bosib qo'ysanglar juda yaxshi bo'lardi. Kanalga joylayman, bemalol promptni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari FreePic Space'da ham buni shablonni qoldirganman. Bemalol kirib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, agar kimdir masalan aynan mana shu narsalarni, prompt engineeringni FreePic'da yaxshi ishlash yoki sun'iy intellektda bilimlarni oshirmoqchi bo'lsa, biz hozir yopiq guruh tashkillashtirganmiz. Telegramda anaqani qoldiraman, username'ni qoldiraman. Bemalol bog'lansanglar, yopiq guruh haqida ma'lumot so'rasanglar, u yoqda sizga batafsil ma'lumot beraman. Yopiq guruhda o'sha 2 oy oralig'ida bo'ladi. Biz o'sha aynan sun'iy intellekt bilimlarimizni keyingi darajaga olib chiqish uchun o'sha 10 tagacha bo'lgan dizaynerlar o'rtasida muhokamalar o'tkazib, bilimlarimizni oshirib, networking qilishni maqsad qilganmiz. Sizga ham agar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. O'zim bog'lanib, batafsil ma'lumot beraman. Hammaga rahmat kuzatganlaring uchun. Yana qanaqa sizlarga videolar foydali bo'ladi, yana nimalarni ko'rib chiqishimiz kerak, o'shalarni aytsanglar ham harakat qilib, o'sha mana shunaqa video shaklida yozib, hozirgi video yozilganda nima muammolar bo'ladi, o'shani ham aytsanglar, maksimum harakat qilib tushunarli qilishga keyingi safargilarda
tushunarli qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.